Akalar, Surxondaryo, Termizga kelganmiz. 2026-yilda ishlab chiqarilgan Shot spravkadagi Cobalt'ni oldik. Bu mashinamizni to'liq video obzorini joylaymiz. Mana hozir shogirdim ikki og'iz gapi bor ekan. Yo'lda astroq yuringlar, mana uyga yetib kela olmabdi. Qayerdan? Toshkentdan chiqqan Surxondaryoga yetib kela olmagan, Sherobodga. Shunaqa akalar, yo'llarda ehtiyot bo'lib yuringlar. 525 kilometr yurgan eng full pozitsiyasidagi Cobalt akalar. Xullas, bemalol murojaat qilasizlar. Avariyniy mashinalar bo'lsa olaveramiz. Bugun biz Surxondaryo, Termizda bo'lamiz. Surxondaryo territoriyadagi barcha avtomobillar, ya'ni avariyniy avtomobillar bo'lsa olamiz. Puli naqd shtir sanab olib ketaveramiz. Faqat notarius qilib akalar. Xullas, bemalol murojaat qilasizlar. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqib olasizlar. Prosta sal alam qilyapti. Zomin Oqtoshdagi Ko'pkariga bora olmaganligimiz. Qanday alam qilyapti? Yomon, yonyapti, yonyapti bugun. Yonyapti. Akalar, otlar o'sha yerda, xavotir olmanglar. Biz nomimizda avtopochoqda oti desa, hayron qolmanglar akalar. Otlarimiz o'sha yerda, o'zimiz esa xizmatda akalar. Joninglar sog' bo'lsin.